Hurmatli Greenleaf ekologiya tabiiy mahsulotlarni yaxshi ko'radigan hamkorlarimiz, kuzatuvchilarimiz va ashaddiy klientlarimiz, hozir Furqat 19 Qoratosh filialimizdagi ofisimizda bor bo'lgan mana shu ayollarimiz uchun eng kerakli mahsulotlarni sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Bu mahsulotlar uchalasi 3 xil ko'rinishda ayollarni gigiyenik intim sohalaridagi barcha kasalliklarni lechena qilishga yordam beradi. Eng qulay mana shu ko'pikli intim penkamizni tavsiya qilamiz, chunki bu antibakteriyaning intim sohasidagi bakteriyalarni o'ldirishga va ayollarning gigiyenik salomatligini kuchaytirishga yordam beradigan intim penkamiz hisoblanadi. Ikkinchisi bo'lsa bu intim suyuqlik gel hisoblanadi. Bu o'ta sezgir, chувствительный ko'chalarga tavsiya qilamiz. Uchinchisi bo'lsa bu ham intim suyuqlik gel hisoblanadi. Ayollarni intim sohasidagi barcha vizilenalarni kamaytirib, shamollash, har xil yoqimsiz holatlarni ketkazishga yordam beradi. Mana shu 3 ta mahsulotdan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Chunki bu mahsulotlarni doimiy biz kundalik turmush tarzimizda ishlatadigan bo'lsak, даже yengil holatlarda ginekologga murojaat qilishimiz ham kerak emas. Chunki natijalarimiz juda ham ko'p bu mahsulotlarimizda. Bemalol bu mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Furqat 19 deb yozasizlar navigatorga yoki Greenleaf Lux desanglar, to'g'ri ofisimizga olib keladi. Bu mahsulotlarni dastavka qilib olsanglar ham bo'ladi. Dastavka xizmatlarimiz ham O'zbekiston bo'ylab mavjud.